Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kadirlik tedbiriye sin derslerinin körülmeleri dünyanın her kaysi çaylardaki kitap sever, kitapni tınşaşını yaxşı gördüğün qarindaşlar. Həmminlarinki muşu vakti ve bunun ikinci vakti hayırlık olsun. Ben dostumla Abdülaziz Beştoğrak İstanbul'dan sizlerge Allah'ınki cennet salamını bir vatimen canım dostlar. En avazımma yaxşı çıkıp etipti. Bugün 3. ayınınki 30. günü, ete 31 Türkiye'de yerlik sayılan buludu. Yani belediye sayılımı. İnşallah bizden bu vətən, öz vətənimizde, anı vətənimizde məşunda sayılam ep baradığan, üzümüzün başındaki edemlerini, üzümüzdeki işençisini havalı kıladığan vətənimizni, devletimizni inşallah başqurduğan işençilik insanlarını peyda qıbbəsin ve üzümüz gibi aşındaq bir küllerini, yaşaşını nisip kılsın Allah diyeyim. Yani biz bugün yine şu her şembe günü birlikte tedbiriye isim derslerde kitaplarını okuduk. Nurgun kitaplarını okuduk. Bu 2-3 yılın yankısı kadarlık qarindaşlar. Hem de birlikte öğrenip kilovatkan yeni başlayan kitabımız Seher saat 4:20'deki Harvard Üniversitesi yaş ösmürlerge öğretken muvaffakiyet kazanışının sırları. Harvard Üniversitesi'nin cemiyet serhillerini yetiştirişteki en güçlü diyen kitapken bu kitap da ait yaxşı alçıqı erişken bir kitap. Şonlaşqa dünyanın arqası çaylardaki qarindaşlar İstanbul'dan seti bilip okup qılıvatıdı, kürevatıdı. Yani bizme özümüzni müşuna serhil kişiler, iktidarlıq, talantlıq ya olmasa aktif yaxşıladın buluşqa nisip kısun deb dua qıplı olturmayı müşunda kitaplarını kürüş arqılıq bir-birimizni yaxşı sözler bilen, yaxşı işler bilen, kitaplar bilen zərətli eləsək bu nemi degen bəxtlik bir iş qadirli qarindaşlar. Bugün aldınqı saatdə bir eşib qalğan bir mezmun var. Şunundan başlayımız. Yani ikinci bab işenç tanıdırsız kılalaydıganımğa işini mən. Bunundaki mezmunla özüge işindiğallağa mümkün bolmaydıgan iş yok. Bizdinki vatanda bizge ustaz bolgan okutukçulu muallimlerimiz hatta hepsini hatta yazıp koydu. Kıyın iş yok alemde iradelik ademge. İradelik yani özünün iradesi üzüde boğan, iradesini başkalarına tapşurmağan, aklını başkalarının, aklının yükünü başkalarına ötküzüp koymağan, ya ki olmasa hem de bu dersinin 5 yıldan bu da nime yapını kınmay, aklını işletmeydiğen, ya ki olmasa aklı dümbüsü kütep kalğan deydiğen geplimi var hem de şu. Üzümüzün iradesi, üzümüzün kulu da boğan. İradelik diyenin şundan mənisi var, qadirli qarindaşlar. Üzüge işindiğallağa mümkün bolmaydıgan iş yok. İşenç sizge meyve berelmeydi. Lekin meyvege qandaq erişişiniz ne dep bereleydi. Hayat denizide zəxmilenmeydigan kimi yok. Hakiki işençtin müstehkem irade peyda bulud. Muvaffakiyet işenç bilen öz yolunda meniş demektir. Degen mezmunlarını birlikte ögünümüz canım dostlar. Kitabını üzerine setilip okusanlar tek yaxşı. Bu mesela birlikte müşünden heptede birer saat vaktimizi çıkarıp okuyumuz canım dostlarım. Özüge işindiğallağa mümkün olmaydıgan iş yok. Harvard Üniversitesi'nin ilham bəxş hikmeti bir ülüş işenç bilen bir ülüş muvaffakiyetke 10 ülüş işenç bilen
10 ülüş muvaffaqiyetga erişkili boludu. Yani işençiniz bolmasa muvaffaqiyetga erişenmeysiz deganligi aniq chiqibdi qadrli qarindoshlar. Amaliyotda inchki o'ylab baqsaq, mag'lub bo'lganlarning iqtidorsizligidan emas, balki o'z ishonchisining kamligidan mag'lub bo'lganligini bilamiz. Ba'zilar ishonch yerim muvaffaqiyat deydi. Bu gapning to'liq asosi bor. Chunki o'ziga ishonganlarning oldida mumkin bo'lmaydigan ish yo'q. Harvardning psixik darsida bunday bir tipik misol bor. Jerry 5 yil uy jihozida tijorat qiladi. Tijoratimi yomon emas bo'ladi. Turmushimi qadar ahvol o'tadi. Shug'unisi kichikgina bir nuqtadan rozi bo'lmaydi. Jerryning ayoli bir korpus cho'ngroq uy bo'lishni, o'zi yaxshi ko'rgan narsalarni xohlagan vaqtda oladigan pul bo'lishni orzu qiladi. Jerry bu muvofiq talabni tushunganligini bildirdi. 5 yildan keyin ularning 3 ingliz mo'si keladigan yangi uyi bo'ladi. Ayolimi yangi kiyim-kechaklarni elishdan g'am yemaydigan bo'ladi. Muhimi, universitetda o'qiyotgan o'g'lining o'qish pulini topshirishga qurbi yetadi. Bir yil yozda Jerry oilasidagilar Yevropaga dam olishga bordi. Ular bu 5 yil davomidagi kechirmishlarni eslashdi. Biz bugungi kunga 5 yildan ilgari vujudimizda ishonchning kuch-qudrati o'rg'ib to'g'achga erishdik deydi. Jerry suyungan holda, bu zada qandaq ish? Asli Jerry 5 yildan burun Detroitda bir dehqonchilik saymonlari sotadigan xizmatning borligini anglaydi. Azaldan ehtiyotchan Jerry qo'lidagi ishni qo'yib, sinab baqish niyatiga keladi. Bu xizmat orqali texmo ko'p pul tepishni orzu qiladi. Jerry Detroitga yetib borgan kuni yakshanba edi. Ammo uning dehqonchilik saymonlari xo'jayini bilan kengashadigan vaqtini dushanbaga o'rinlashtirgan edi. Jerry kechda bir mehmonxonaga kirib o'rilishib, o jimjit yotqunicha xiyol surdi. O mushu yillardan beri o'zi to'niydigan, o'zidan xedili eshib ketgan do'stlarini bir qog'ozga tizimlab chiqqandan keyin xiyol surdi. Ular Jerry'dan aqlli emas. Shundaqla o'qish tariximi onundan yuqori emas. Halal yashash jihatimi o'ziga yetmaydi. Biroq ular nima uchun muvaffaqiyat qozonadi? O'zi nima qilib shunda qolg'i tushib qoladi? Jerry oxir muvaffaqiyatning yana bir xil omilini, ishonchini esiga oladi. Shundaqla boshqalarga qaraganda o'zida ishonchining kamligini to'nib yetadi. Jerry qayta o'ylanadi. O kichkidan hozirgacha o'ziga ancha ishonmaydi. Bu uning kasbiy va xizmatiga ta'sir ko'rsatib qolmasdan, yana uning hayoti bilan muvaffaqiyat qozonishiga og'ir ta'sir ko'rsatdi. Mushularni o'ylagan Jerry og'ir xursindi. O'zini uzul-kesil o'zgartish, o'ziga qat'iy ishonadigan bo'lish niyatiga keldi. Aytsa Jerry bu qatimqi kengishni o'ziga nisbatan bir sanoq deb qarab, ishonchisini tavlamoqchi bo'ladi. Buningdan ilgari o ko'zlagan maosh 800 ming Amerika dollari edi. Lekin ishonchining turkisida maoshni 4 ming Amerika dollariga o'stirishni qaror qildi. Bu son 1000 so'mdan 4 hassa ortiq. Bu qatimqi suhbatning intayin o'ngishli bo'lganligini hech kim xiyol qilmagan edi. Bu qatimqi suhbat darvaqa intayin muvaffaqiyatli bo'ldi. Jerry bu suhbat orqali muvaffaqiyat qozonishda ishonchining intayin muhimligini tushunib oladi. Chunki o'ziga ishonganlar uchun mumkin bo'lmaydigan ish yo'q. Ishonch har bir odam uchun aytganda mo'lcharligisiz kuch-quvvatdir.
Meyli ügünüş yoki kelgüsidagi turmushimiz va xizmatimizda bo'lsin. Ishonch hal qilg'uch rol o'ynaydi. Muvaffaqiyat qozonganlar o'ziga bo'lgan talabni davomliq yuqori ko'tarib, mumkin emas degan ishni reallikqa aylantirib, mag'lub bo'lganlarida umidni ko'rganlardir. Mening universitetda birga o'qigan bir qiz saboqdishim bor. Onun chiroyi odatdagidek bo'lg'achqa o'zini bekli kamsitadi. O yasinishni yaxshi ko'rmaydi. Doim rassiz yuriydi. Xizmatdimi olg'a intilmaydi. Yurgan yigiti uning ahvolini o'zgartirish uchun yaqin og'inlari bilan o qizni har kuni bek chiroyli bo'lib ketib borasiz jumo. Qo'lingizdan ish keladi jumo. Men sizni yaxshi ko'raman degandek gaplar bilan maqtaydi. Bir necha ay o'tgandan keyin ko'pchilik hayron bo'lishganicha o qizning rostla chiroyli bo'lib ketganligini bayqaydi. Amaliyotda o qizning chiroyida hech qanday o'zgarish bo'lmagan. Shu ichida o'zini kamsitmaydigan bo'lgan. Shundaqla yasanchiq bo'lib o'zini ifodalagan. Shunga o kishilarga chiroyli ko'ringan. Bu qizdan nemishqa shuncha cho'ng o'zgarish bo'ladi? Meningcha bu o'ziga ishonishning kuch qudratidir. Chunki ishonch muvaffaqiyatning kapolati bo'lib, kishilarning yoshirin iqtidorini urg'utadi, kishiga eng yaxshi kayfiyat bag'ishlaydi. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonishdagi siri. Harvard universitetida o'quvchilarning yoshirin iqtidorini urg'utish uchun ularga doim o'zini namoyon qilish fursati beradi. Mundaqcha aytganda, har bir o'quvchining o'z sahnasi bo'ladi. Ular bu sahna orqali o'z iqtidorini joriy qildiradi va namoyon qiladi. Kechirsizlar. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonishdagi siri ishonch to'g'risida Harvard universitetida o'quvchilarning yoshirin iqtidorini urg'utish uchun ularga doim o'zini namoyon qilish fursati beradi. Mundaqcha aytganda, har bir o'quvchining o'z sahnasi bo'ladi. Ular bu sahna orqali o'z iqtidorini joriy qildirdi va namoyon qiladi. Bu o'quvchilar o'rganishning undaq oson ish emasligini, o'zlarining texmi tirishishdan boshqa yana yetarli ishonchga ega bo'lishini, o'z talanti va qobiliyatiga ishonish lozimligini, shundaqla buning uchun texmi ko'p vaqt va zehniy kuch sarf qilishga to'g'ri keladiganligini biladi. Yosh o'smirlarda bo'lishga tegishli ishonch kam bo'lsa, ko'nglidagidek muvaffaqiyatga erishish to'limi qiyin bo'ladi. Chunki o'zini kamsituvchilar dunyosida har qanday ish mumkin bo'lmaydigan ish bo'lib tuyuladi. Halbuki o'ziga ishonganlar mumkin bo'lmaydigan ishni mumkin bo'ladigan ishga aylantira oladi. Mana bu o'ziga ishonishning kuch qudrati hisoblanadi. Harvard sizni sinaydi. Do'stlaringiz tug'ilgan kuningizda chas shaklli tort akeldi. Tort bir parcha chas shaklida kesildi. Onun cho'ng kichikligi va o'rni xohlagancha bo'ldi. Siz eshib qolgan tortni qanday qilib bir qatimda cho'ng kichikligi o'xshash ikki parcha qilib kesalaysiz? Javob: siz bütün tortning o'ttirisi bilan kesilgan tortning o'ttirisini bir chiziqda tutashtirasiz. Bu usul ko'p jismga keladi. Kesilgan bir parcha tortning cho'ng kichikligi va o'rni xohlagancha bo'ladi. Tug'ilgan kunda tort kesish usuli bo'yicha kesmang. Endi ishonch sizga meva berolmaydi, lekin mevaga qandoq erishishingizni deb bilalaydi degan mazmunni birga o'qiymiz, janob do'stlar. O'qiyotganimiz tadbiriyat sin darslari
88 dersdə səhər saat 4:20'deki Harvard Üniversitesi'nin cemiyet serkillerini yetiştirişteki en güçleri degen kitapını birlikte okuvatımız. Hazır 76. betiga keldik. İşenç sizge meyve verenmeydi, lekin meyvege qandaq erişişingizni dep bereleydi. Harvard Üniversitesi'nin ilham bəxş hikmeti. İşenç muvaffaqiyetga erişishning quroli. Shundaqla muvaffaqiyetga intilishning usulimi emas. Lekin siz ishonchga ega bo'lgandan keyin muvaffaqiyatga qandaq erishishni bilasiz. Yuqorida biz ishonchning muhimligi ustida to'xtaldik. Ishonchning muhimligi ustida to'xtaldik. Siz ishonchga ega bo'lgandan keyin yerim muvaffaqiyatga ega bo'lgan bo'lasiz. Undaqda yana yerim muvaffaqiyat nereden keladi? Harvard Üniversitesi'deki qimmatli bir cümle söz shuki, ishonch sizga meyve berenmeydi, lekin meyvege qandaq erişishingizni deb bereleydi. Meningcha, ishonchga ega bo'lish yerim muvaffaqiyat qozonganga barobar. Qilib qolgan yerim muvaffaqiyat bo'lsa, nishonni bekitish, derhal atlanish ve davamlı tirishishdan ibaret. İşenç muvaffaqiyatga erishishning quroli. Shundaqla muvaffaqiyatga erishishning usulimi emas, lekin siz ishonchga ega bo'lgandan keyin muvaffaqiyatga qandaq erishishni bilasiz. Bir odamda ishonch bo'lmasa, qilgan ishining bosh oyog'i bo'lmaydi. Shundaqla chechilang'o bo'ladi. Muvaffaqiyat qozonuvchilar muvaffaqiyatning o'zi kelib ishkini chekishni kutib o'tirmaydi. Faqat mag'lubiyatchilarla ta'lay sanab kutib o'tirdi. Beshiga omad qushining kelib qo'nishini kutdi. Lekin bu xil omad faqat tasavvurdan iborat xolos. O'ziga ishonish kishilarning muvaffaqiyat qozonishiga qanday yordam berdi? İşençige tolgan adam qiyinchilikqa yo'liqqanda endish qilib yurib, vaqtini isrof qilmasdan kallasini ishlatib, masalani hal qilishning usuli ustida chopsan izlanadi. Yosh o'smirlar o'rganish va turmushda ishonchga ega bo'lishi, ishni atrofidagi kichik ishlardan boshlashi, amaliy harakati va tirishchanligi bilan g'alabani qo'lga keltirishi lozim. Nişanınızı işe aşırışqa işençiniz bolsala, meseleler içinden fursat egilisiniz ve peytini bayqısınızla, o çağda işenç sizge yeni yol açıp berdi. Şundaqla işlerinizni ravanlaştırdı. Muvaffaqiyat yolunun o beşiğice başlap bardı. Harvard Üniversitesi'nin Soda İnstitutu MBA, Soda Sanatının Memur Başqurish Kasbining magistrlar dersinin o'quvchisi Falley 3 yil o'quvchilar uyushmasining raisi bo'ladi. O yeterli ishonchga ega bo'lganligi uchun bu xizmatning huddisidan chiqa oladi. O mundaq deydi: "Kuchli ishonch kallamda xilma-xil xiyollarni paydo qildi. Meni o'quvchilar uyushmasining raisi bo'lish fursatiga ega qildi. Shundaqla texmi buyuk nishonga qarab ilgirilishimga turtki bo'ldi." Amaliyotda o o'quvchilar uyushmasining raisligiga saylanganda o'zining bu xizmatni yaxshi ishlab keta olishiga ishonch qilolmagan edi. Lekin o davomli tirishdi. Shundaqla davomli olg'a qarab ilgirildi. O birinchi qatim muvaffaqiyat qozongandan keyin ishonchi oshdi. Shundaqla atrofidagilarning o'ziga ishonishini umid qildi. Şunun bilen o alayda bo'lgan bir meydan muzika kechiligi uyushtirdi. Bu muzika kechiligida Harvard Üniversitesi'nin o'quvchilari bilan meyib bolalar birlashib numar urildi. Meyib bolalar kishilarga o'zlarining ma'naviy go'zalligini namoyon qildi. Bu bir meydan alayda ahamiyatga ega o'yin bo'lib, Harvard Üniversitesi'nin o'quvchilari meyib bolalarning egilmez sunmaz faziletini öğrendi. Meyib balalar nurgun
xuşallık ve g'amxo'rlikqa erişdi. Bu muziki kechiligi o'ziga ishonishdan iborat bosh temini davr qilib o'tkazildi. Amaliyotda muziki kechiligi Harvard o'quvchilari va meyib bolalarni texmi ko'p ishonchga ega qildi. Mana bu uning muvaffaqiyat qozonishining ochqichi. Ishonch uningga nishon va yo'nalishni ko'rsatib qolmasdan, yana uning eng oxirida muvaffaqiyat qozonishiga yordam berdi. Amerika muvaffaqiyatshunosligining peshvosi Dali Carnegie mundaq deydi. Bir odamning muvaffaqiyat qozonishi o'zi tasavvur qilgandagidek uncha bo'la qiyin emas. Amaliyotda erishmoqchi bo'lgan nishoningizga nisbatan ishonchingiz bo'lsa, hamda davomli sinab ko'rsangiz va badal to'lasangiz, balkim kelgusida nishoningiz amalga oshishi mumkin. İşençki ega bo'lsak, shuning bilan birga yana tirishsak, muvaffaqiyatga osonda erisha olamiz. Shunga diqqat qilishimiz kerakki, ideyamizni xato ang tonish egilib olmasligi kerak. Ko'p vaqtda biz bu yo'lda mang'il bo'lmaydiganligini his qilamiz. Lekin bir mahal tirishgandan keyin u yo'lning ichkirisi yoki atrofida texmo ko'p, texmo yaxshi yo'lning borligini bayqaymiz. Mana bu bizde kilovatkan fursat. Dali Carnegie'nin kitapları kitapxonlarda ko'paytirilib setilyapti. Tepib o'qishinglarni umid qilamiz, qadrli qarindoshlar. O'tganda ikinci kitap izlash e'lonimizda Qayg'urmang Boturlar Yashang degan bir kitobini shu bizningki men shu 93-yillar, 94-yillar o'qigan kitap vatanimizda nashr qilingan. Şu kitapni izleyatimiz, bir kardeşimizden taptık, onu Avrupa'dan ekeldirişimiz gerekki. Yine qo'lida bor qarindoshlar bo'lsa, biz bilan şu kitapni ortaklaşsanlar, besib taqatsak, xalqimiz qayg'urmay boturlarcha yashasa, canım dostlar. Yani Dali Carnegie'nin kitaplarını demekçi. Harvardlıklarning muvaffaqiyat qozonishdagi siri. Yaş ösmürler içinde xilmi-xil g'oya, arzu, arman ve planlarni ko'ngliga pukkanlar bor. Navada bularni reallikqa aylantirish uchun amaliy harakatimizda tirishsak, o'g'inish va kasbda misli ko'rilmagan natijalarni qo'lga keltiramiz. Ishonch sizga muvaffaqiyat mevasini bevosita berolmaydi, lekin muvaffaqiyatga boradigan yo'lni tepishingizga yordam beradi. Ondaqda ishonch muvaffaqiyatga erishish yo'lida bizga qaysi usullarni deb beradi? Birinchi, ishonch bizga aniq bir nishonni deb beradi. Nishon aydınlaşgandan keyin o'g'inish va turmushimiz shu nishonni cho'rdigan holda yurishidir. Ikkinchi, ishonch bizga ish qilganda texmi savrichan bo'lishni deb beradi. Mundaqcha aytganda, savrichan kishining ishi puxta bo'ladi. Bir nişanını köp xil nişanga bölüş arqalıq əməlgə aşırışqa bolud. Üçüncü, nişan bizge tömürünü qızıqıda soquşni, bəl qoyuyatməslikni dəb beradi. Navada məlum bir işni qısqa vaqtda urullaş zürür bolğanda bir g'ayrat qilib etishimiz kerak. Navada uzun vaqtda urunlaydigan ish bo'lsa, qat'iy bo'shashmaslikni o'rganishimiz kerak. Dördüncü, ishonch bizga zihnimiz bilan vaqtimizni bir nishonga markazlashtirishni deb beradi. Harvard Üniversitesining sınıqı. Aldığınızda 3 sivet meyve bor. Birinci sivetdeki alma, ikinci sivetdeki apelsin, üçüncü sivetga apelsin bilan alma aralashtirib qachilangan. Sivetga chaplangan marka bo'lsa yolg'on. Mesela marketdeki xat apelsin bo'lsa, sivetdikisining apelsin emasligini jizmlashtirishga bo'ladi. Alma bo'lishi mumkin. Sizning vazifangiz 3 sivetning arasından bir sivetni elib, onun ichidan bir tal meyvani elib, andın onunğa to'g'ri marka chiqishdan iborat. Bu sınavning cevabı, siz apelsin bilan alma aralash qachilangan sivetdan bir tal meyvani alsangizlar, qalgan 2 sivetdikisining qandaq
mim ekanligini bilesiz. Depti bu sınaqda qadirli qarindoshlar. Endi hayat dengizida zahmilanmaydigan kimi yo'q. Harvard Üniversitesining ilhom baxsh hikmeti. Hayat qismatlaridan hech qaysimiz qechib qutula olmaymiz. Faqat uningga yuzlanishimizga to'g'ri keladi. Harvard Üniversiteti qurilgandan buyon o'zgacha ideya va o'z xosligida ching turib keldi. Mana bu tangdoshsiz xislatdir. Harvardning to'liq ishonchga ega bo'lishi dunyoga o'zgacha sado yanglatdi. Harvard dünya sohasida kishilarning gumonlanishi va ayblashlarga uchradi. Biroq bular Harvardning kishilarning ko'nglidagidek ilm yurti bo'lishiga ta'sir yetkazolmadi. Navoda Harvardni buran chapqunda o'sib yetilgan osmon palak katta daraxt desak, ishonch uni mangu qad ko'targizib turadigan yıldızdır. Meyli Harvardning taraqqiyoti yoki Harvard o'quvchilarining o'sib yetilishi bo'lsin, beshidan nurg'un issiq so'g'oqlarni o'tkazdi. Bizning turmushimizmi shunday emasmi? Navoda ishonchimiz bo'lmasa, turli azob uqubatlar va o'ngsizliklarga qandoq yuzlanamiz? Navoda azob uqubatlarga duch kelganda o'zimizni kamsitsak, tashlab etsak yoki kichik o'ngsizlik sababidan ishonchimizni bo'shashtirib qo'ysak, kun bo'yi hammadan zarlanib yursak. Navoda o'ylamagan yerdan ziyon zahmatga uchrag'achqa bir yiqilgan petimiz o'rnimizdan turolmasak yoki o'ngsiz sharoit sababidan arzu nishonimizdan voz kechsak, siz qandoqmi muvaffaqiyat qozona olasiz? Men atrofimdagi yoshlar va o'smirlarga hayot dengizida zahmlanmaydigan kimi yo'q. Bizning qiladiganimiz o'zimizda yetarli ishonchni saqlashimiz kerak. Chunki yetarli ishonch qiyinchilikqa taqobil turishimizdagi eng kuchli qurolimizdir, deyman. Angliyaning Salem portida bir mashhur kimi muzeyi bor. O yerde alayda bir kimi saqlanmoqda. Bu kimini Angliya Lloyd sug'urta shirkati kim ortiq qilib setish bozoridan nayt ko'p pulga setib olgan. Shundaqla Salem portining kimi muzeyiga hadiya qilgan. Bu kema 1894-yili tunji qatim dengizda qatnagan. Shuningdan keyin bu kema 116 qatim xadı taşqı urilgan. 138 qatim muz taqqa usib olgan va 13 qatim o't ketish voqeasiga uchragan. Onundan boshqa bo'ron chapqon 207 qatim mashtisini sundirib etgan. Bu kema nurg'un qatim zahmalangan bo'lsa-mu, lekin bo'ron chapqon chiqib turadigan tinch okeanda cho'kib ketmadi. Aksice ishonchga to'lgan gigant odamdek eg'ir yuklarni ko'tarib, yiroq okeanlarda qatnadi. Albatta, bu kemining hamma yerga danqini chiqarishi yolg'iz mush ajoyib kashmishlarida bo'lmasdan, balki odatdagi bir advokatdir. Shu chaqda advokat cho'ng bir da'voda o'tirib qo'ydi. Havalı qilg'uchisimi da'voda o'tirib qo'yganlik uchun uyilib oladi. Bu ishdan qattiq azoblangan advokat Salem portiga kelib, kimi muzeyini ekskursiya qiladi. O nurg'un yeri zahmlangan kimini ko'rganda qattiq xursand. Shuning bilan birga yana kallasiga bir xil o'y, ya'ni hayotdan ro'yi qaytgan, umidni uzgan kishilarning bu kimini ekskursiya qilib beqishini ümit qiladi. Şunun bilan advokat bu kimiga ait hikoyalar va ba'zi qimmatli rasmlik materiallarni ratlab, o'zining advokatlik o'rniga esib qo'ydi. Kishilar har qatim uni aqlug'uchi advokatlikka taklif qilganda, mayli yengilsin yoki yangsin,
o kishilarga muzeydagi bu kiyimini ekskursiya qilib beqish taklifini berdi. Shunda qilib bu kiyimini ekskursiya qiladiganlar bargan sir ko'payib, 2013-yilgacha Atlantik okeandagi bu gigant odamni ekskursiya qilganlarning soni 20 million odam qatimga yetdi. Ekskursiya qilganlarning ba'zilari sodada mag'lub bo'lgan sodigarlar, ba'zilari yaqin tuqqanlaridan ayrilib qolish azobini tortayotganlar, ba'zilari muhabbatda mag'lub bo'lgan qiz-yigitlar, yana o'quvchilarmi bor edi. Bu kimini ekskursiya qilganlar, bu kimining buran chapqunlari to'lqin yerib ilgirilashda qaysirona jasoratiga opirin o'qiydi. Shuning bilan birga kishilik hayotdagi o'ngsizliklar ustidan g'alaba qilish ishonchi oshidi. Kishilar kiyimini ekskursiya qilib bo'lgandan keyin so'z qoldirish daftariga o'zlarining ta'sirotlarini yozadi. Muzeydagi so'z qoldirish daftari 300 ga yetdi. Daftardagi ta'sirotlar ichida eng ko'p yozilgan bir jumla so'z hayot dengizida zaxmilanmaydigan kimi yo'q degan so'zdan iborat. Darvaqa hayotimiz poyonsiz dengizga o'xshaydi. Üst bitilish yiroq okean safariga o'xshaydi. Biz hayotning poyonsiz dengizida xavf-xatar bizga hujum qiladi. Bu chaqda ishonch bizning kuch-qudrat bo'lug'imiz bo'ladi. Kim bu üst bitilish jarayonining o'ngishliq bo'lishini arzu qilmaydi deysiz. Shundoq bo'lishini hamma odam arzu qiladi. Lekin poyonsiz dengiz rahimsiz. Taqdirmi hamisha adolatsiz. Hayotning fojialariga duch kelsak, uningdan hech qaysimiz qechib qutula olmaymiz. Faqat uningga yuzlanishimizga to'g'ri keladi. Navada üst yetilish jarayonimizga o'ngishsizlik putilgan bo'lsa, biz yana o'zimizga ishongan holda kulimsiralayimizmi? Albatta kulimsiralaymiz. Chunki biz o'zimizga ishonamiz. Xorvatliklarning muvaffaqiyat qozonishdagi siri. Passiv savdo darsida mundaq bir jumla so'z bor. Dunyoda hech qanday haqiqiy qiyinchilik bo'lmaydi. Atalmış qiyinchilikqa bo'lgan ishonchning kamligidan ortiq bo'lmaydi. Meningcha Harvardning o'quvchilari shuning uchun muvaffaqiyat qozona olganki, asosliqi kuchli ishonch ularni turli qiyin ahvollarga yuzlantirganda, ular obyektiv faoliyatchiligini joriy qildira olgachqa, hayot dengizida o'ngishsizlikqa uchragan siri batırlaşkan. Navada odam qiyinchilikqa uchraganda hammadan zarlansa, o'zini kamsitsa, oxirida hech ishni boshqa elib chiqolmay, ömür bo'yi afsuslanadi. Ko'p vaqtlarda o'ziga ishonadigan odam turmushdagi qiyinchiliklarga xushallik bilan yuzlanalaydi. Ular bel qo'yatmaydi, tirishidi. Shunga osonla muvaffaqiyat yo'liga qadam qo'ya oladi. Navada nishoningiz dengizning qarshi qirg'iga bo'lsa, xavf-xatar oldida to'xtab qolmang. Navada nishoningiz yiroq bo'lsa, e'tiqodingizni bo'riqturmulik ishida nobud qilmang. Navada nishoningiz ko'kda bo'lsa, qanot qaqib shamolga qarshi kuchab uching. Mana bu Harvard o'quvchilarining muvaffaqiyat qozonishdagi siri. Endi Harvard Üniversitesining siniqidan bir tane anglaymiz. O'rganishda qiyinchilikqa yo'liqsangiz yoki turmushingiz ko'ngildagidek bo'lmaganda, kayfiyatingiz tuvanlaganligini, umidsizlanganligingizni, hatto o'zingizning boshqalarga yetmaydiganligini his qilamsiz. Mushundaq ahvol sizda bo'lganmi? Psixik sinaq. Maktabning darvozasidan chiqayotganingizda biraylar so'qibat. Ham yiqilib tushdingiz. Bu chaqda siz qarshi tarafni qandoq odamdi deb o'ylab qolamsiz. Birinchi, qo'shni sinfdagi
yat cins o'quvchi. İkinci, gezit toşuydigan xizmetçi. Üçüncü, etrafdaki quruluş o'rnida ishlaydigan ishchi. Javobning tahlili. Birinchini tanlaganlar qarshi tarafni yat cins deb bilib, o'zining yat cins bilan bo'lgan aloqa jarayonida doim armonga tushliq darmoni yo'q, hamisha xato tuyg'uda va doim mag'lubiyat tuyg'usida bo'ldiganlar. İkincini tanlaganlar gezitmi eng yangi uchur ve axborot hisoblanadi. Bu javobni tanlaganlar darsdan sirtqi o'rganish orqali yoki bilim sohasida ma'lum darajada mag'lubiyat tuyg'usida bo'ladiganlar. Üçüncünü tanlaganlar qurilish o'rnidagi ishchilar, jismoniy emgak bilan shug'ullanadi. Buran chapqun ve tomuz issiqdimi ishlaydi. Mushlashsimi yengilginiga tan bermaydi. Bu xil javobni tanlaganlar xiyolida men jismoniy jihatda boshqalarga yetmayman deb his qiladiganlar bo'lib, jismoniy jihatda doim umutsizlik tuyg'usida bo'ladiganlar deb tahlil qilibdi. Qadrli qarindoshlar, berilgan javoblar. Qadrli do'stlar, bugungi 88. tadbiriyatsin dersimizde saat 4:20'deki Harvard Üniversitesi'nin cemiyet sarxillerini yetiştirişteki en güçleri diyen kitaptın okuvatımız. Hem de biz 87. betteki mezmun hakiki işençten müstehkem irade peyda buludu diyen mezmunga ütümüz canım dostlar. Hakiki işençten müstehkem irade peyda buludu. Harvard Üniversitesi'nin ilham bəxş hikmeti. Özüge işenişinin sırrının biri məğlub buluşdan korkmaslık. Davamlık yıkılış ve kopuş davamında özünü teximi igizde turalaydıgan, teximi yirak ne kürelaydıgan kılıp çıkış. Irak'ın sabık zontunu Saddam Hüseyin mundaq degan edi. Bir adamning kuch qudrati uning jismoniy kuchini emas, balki uning po'latda qat'iy tavranmas irodasini ko'rsatdi. Bu so'z menga cho'nqur ta'sir qilgan edi. Meningcha haqiqiy ishonch qalbning sirti ifodalanishi bo'lib, o qat'iy tavranmas irodani barliqqa keltirdi. Maktabda o'qiyotgan chig'imda maktab uzunga yugurish musobaqasi o'tkazdi. Musobaqa qatnashgan o'quvchi necha 10 o'quvchi bo'lib, ular har qaysi sinfning uzunga yugurish mohirlari edi. Lekin 1-chi, 2-chi, 3-chilikka erishganlarlar mukofotga erisha oldi. Shunga raqobat bak kuchli bo'ldi. Musobaqada o'quvchilar zo'r umid bog'lagan bir mohir bir qadam keyin qolganlik uchun 4-chi bo'lib qoladi. Onu kollaydıganlar onu ayıplab, bek dötkense, senle küçüvetsen bulduğun gep emesmi o? 4-cü bolğunun bilen arkadan salıganda 1-ci bolğunun neme farkı? Deyişti. Lekin bu okuğucu ondak oylamaydı. O işençlik olgan halde bundak deydi. Ben mükafatga erişemedim. Ama isim tertipigi kirenmigellerge seliştiğanda man kandaklı bolsun 4-çülükке eriştim. Bu iş hem iniq isimli turuptu. Çünkü o okuğucunun gibi yolluk idi. Her qandaq raqabette isim tertibi ve mukafatımı mühim nərsə qat'i təvrənməz iradedir. Pakit şunu ispatlaydı ki, aşı uqturub etken okuğucu keyiki hayatıda başqalarına qaraganda erişken nəticesi texmo köp, turmuşu texmo bəxtlik bolğan. İşenişning o'ziga ishonishning sirining biri mag'lub bo'lishdan qo'rqmaslik. Davomli yiqilish va qo'pish davomida o'zini texmi egizda tura oladigan, texmi yiroqni ko'ra oladigan qilib chiqish. Mustahkam irodaning kuchi va muvaffaqiyat qozonish istagi bir odamning shonliq natijalarga erishishdagi birdan bir yo'li.
Harvard Üniversitesi'nin bir psixologiya profesörü bundaq degan edi. Nurg'un yaş o'smirlarning muvaffaqiyat qozonolmasligining sababi shuki, ularda iroda va aqida kam. Shu vajidin ular eng asosiy ishonchsidanmi mahrum qolgan. Etrafımızda bundaq yaş o'smirlar nihoyat ko'p. Ularda talant va bilim bor. Ular kasbiy iqtidorni hozirlagan. Biroq ularda o'ziga ishonish kam. Ishni tavranmas aqida va iroda bilan qilmaydi. Aqida bilan iroda ustida to'xtalganda biz Helen Kellerni tilga olishimizga to'g'ri keladi. Helen Keller Amerikaning 20-asrdagi eng dangliq notiqi ve ama gaz ayal yazgıçısı. O Kaysar iradesiga tayinib Harvard Üniversitesining e'tibor berishiga erishgan ve üniversiteni bitirgan dunyodagi tunji ama gachi kishi. 1882-yili 1 yoshga kirgan Helen tini qizib ketganlikdan mingisi yuqumlangan. Shuning bilan ama gachi bo'lib qolgan. Keyin tuzuk gap qilolmaydigan bo'lib qolgan. Helen qarangu ve avazsız dünyada çoğ boludu. O 7 yaşga kelganda Sulvin ismli bir o'quvchi onun turmushiga qo'shildi. Asli Sulvin muallimmi kichik chig'ida ama bo'lib qog'ili qil qolgan edi. Shunga o Helenning kechirmishiga yestashlik qildi. Helen Sulvin muallimning savrichanlik bilan yetaklishi orqasida barmoq tilini o'rganib oladi. Barmaq tilini öğünüp alğandan keyin kitap okuyalaydı. Keyin kişilerinin kalpikini sılaş arqalıq sözləşni öğünüp aladı. Sullivan'ın Helenni tərbiyəlişi alaydı idi. O Helenni təbiyyətə yaqınlaşdırış üçün Helenni otlaqı elib birib yatqızıdı. Otның yedini purutudu. Helen'in nimenin su işkellikini bildiriş üçün onunla cüməkni sılatqızıdı. Helen bilen derya buyuğu berip soğuk çümülüp oynaydı. Sulvin muallimning g'amxo'rligi ve yeteklişide Helen qatma-qat qiyinchiliklarni yengib, bağan siri o'ziga ishongan bo'lib o'zgardi. Hamda Harvard Üniversitesiga qabul qildi. 1936-yili Helen bilan birga yashagan Sulvin muallim manguga ko'z yumdi. Helen bunundan qattiq azaplandı. Çünkü o özüge ümit ve yoruqluq elib kelgan odimidan ayrılıp qalgan idi. Şunundan keyin Helen o'qituvchining mehrini bütün dünyadaki meyiplar birleşmesideki xodimlarga tarqatishga bel bağlaydı. O nurg'un kitap yazıp Sulvin muallimning ish izlarini ko'p qatim televizorda anlatıdı. Helen, Amerika'nın devir haftalık jurnalında insaniyet arasındaki 10 çoğ məbude'nin biri bulup bahalandı. Şundakla prezident hürlük medalıga müyesser buludu. Helen karangu ve avazsız dünyada yaşayan bolsunmu. Lekin onun özüge bo'lgan ishonchi ve Kaysar iradesi kişilerge yoruqluq bilen ümitning mevcut ekanligini ko'rsatdi. Sabiq Sovet ittifoqining mashhur yozuvchisi Dostoyevskiy mundaq degan edi. Mustahkam irodali bo'ladigan aql ve bilim tabiiy holdala bo'ladi. Bir odamda ishonch kam bo'lsa, o öz iradesini kontrol kılalmaydı. Ondaqda o qandaqmı izchil davamlaştıra alısın. Onundan qandaqmı icadiyet ve keşfiyat kütkülü bolsun. Yaşlarımız öğünüşü ve hizmetine iştiyak bağlıgan. Lekin işençisi ve iradesi kem boğaçqa köp çağda vazgeçiyordu. Ular daim öz talanti ve biliminden, şundakla evzellikiden gumalındı. Ular öz evzellikine qandaq qizishni bilmeydi. Qiyinchilikqa duch kelganda rayi qaytib ümitsizlanadi, ichi pushib
bir aram boludu. Mening yaş ösmirlerge deydiğim şu ki, qiyinchilik ve oңussuzlukka hemmeylen yoluqudu. Qat'iy tevrenmez iradila muvaffaqiyetning açqıçıdır. Harvardlıklarının muvaffaqiyet kazanıştaki siri. Harvard Üniversitesi hissiyat maarifi kesbide adamның iradesi işenç, məqsəd, qat'iy irade, sabırçılıktan ibaret 4 amilden terkip tapıdı deb körüstülgen. Adamның iradesi işenç, məqsəd, qat'iy irade, sabırçılıktan ibaret 4 amilden terkip tapıdı deb körüstülgen. Ondaqda yaş ösmürlər dostlar, qat'iy tevrinmez iradəyə ega buluş üçün qanda qilishi lazım. Birinci, özü bişaret biriş usulü arqılıq öz iradəsini yetildirishi kerak. Köp çağlarda bir adamның muvaffaqiyeti daim özüge toğru bişaret birişdən kelidi. Demek, özünüzдің muvaffaqiyet qazanışınızga işengen çığınızdıla, muvaffaqiyet kazanış ihtimaliniz buludu. İşenmisiniz yok, bulmaydı deyen gep tətürü. İkinci, özünüz ilham medet verip, yuşun iktidarınızı cari kıldırışınız gerek. İradesiz kişiler birer iş köңlüdikidek bolmasa ümitsizlenidu. Bu çağda özünüz ilham medet bəsiniz, iradınızı yitildirdiğen tupraqqa erişəleysiz. Üçüncü, özünüz bilen özünüz fikirleşin, paranlaşın. Bu mu bir xil öz hatalık yetersizliki üstüde oylanış hesaplanıdı. Adette özünüz bilen paranlaşıp yetersizlikinizi terfi çıkın. Andın onu tüz köngüllük bilen tüzütün ve özgertin. Bu arqılıq müstehkem iradege ega bolun. Dördüncü, faal ilgirleş ruhi halatınızı saklan. Muşunda qısınız iradınızı mükemmelleştireleysiz. Sizde faal ilgirleş ruhi halet boğandıla muvaffaqiyet kazanış iktidarımı boludu. Harvard sizni sınaydı. Sin eynikinin aldıda turup, oң ve sol kolunuzu kütürün. Andın sin eynektiki özünüzge qaran. Bu çağda sol kolunuzu kütürsünüz, sin eynektiki siz oң kolunuzu kütürgende körünüsüz. Lekin beşinizi kütürüp qarısınız, sin eynektiki sizmo beşinizni kütürüsüz. Nemişqa sin eynektiki tasvir oң sol almışıdı. Yuqarı tüven almaşmaydı. Cevap, astı üstü oң solunun tabiri oxşamaydı. Astı üstü simmetrik buludu. Oң sol aylanma simmetrik buludu. Depti cevapta. Qadirli qarindoshlar, tadbiriyay sinderisininki 88-de səhəri saat 4:20'deki Harvard Üniversitesi'nin cemiyet sarıqlarını yetiştirişdeki en güçlü kitaptın hem de yeni bir tema muvaffaqiyet kazanış işenç bilen öz yolunda meniş demektir depti qadirli qarindoshlar. Bu temini birlikte ügünüp bugünkü sin dersimizni Mişya'da tamamlayımız canım dostlarım. Muvaffaqiyet kazanış işenç bilen öz yolunda meniş demektir. Harvard Üniversitesi'nin ilham bəxş hikmeti. Adam öz təqdirinin rolçisi. İşenç adamni hayat kimisinin yürüyüş yürünüşüge başlaydıgan kompas.
hayotning muvaffaqiyatli bo'lish bo'lmasligi va baxtli bo'lish bo'lmasligidagi ochqoch mustahkam ishonchning tiklangan, tiklanmaganligiga bog'liq. Nəhayət yaxşı gaplar ekan, canım do'stlar. Harvard Üniversitesining o'quvchilari intayin yaxshi ko'radigan bir jumla so'zi bor. Meningcha, mag'lub bo'lganlar doim o'xshash bir xil xatolikni sodir qiladi. Ya'ni ular butun kuchi bilan boshqalarga havas qiladi, taqlid qiladi. Lekin o'z vujudidagi boylikni sal qaraydi. Emniyette muvaffaqiyat qozonish ancha qiyin emas. Muvaffaqiyat qozonish ishonch bilan o'z yo'lida menish demakdir. Bu gapni Harvardning professori Rachid Carson degan. Onun bu gapi dal keng yosh o'smir do'stlar cho'qim diqqat qilishga tegishli masala. Ya'ni muvaffaqiyat uchun, tirishish uchun biz cho'qim o'zimizga xos yo'lni ishonch bilan tanlashimiz lozim. Bu yo'l egizpas, o'ng'ul, do'ng'ul, agri to'qay bo'lsimi, tikan chatqallar bilan to'lsimi, ishonch bilan ash yo'lda menishimiz kerak deganlikdir. Meningcha har bir odamning muvaffaqiyat yo'lida ishonchning iznasi qilishi kerak. İzna qolgan yo'llar o'zimizning yo'li hisoblanadi. O'zimizga tavba bo'ladi. Shundaqla muvaffaqiyatga oson erishishning oxirgi bekiti hisoblanadi. Mashhur yozuvchi Emerson 1842-yili Broadwaydagi bir kutubxonada mardona nutq so'zlaydi. Ayni chaqda oddiy anglag'uchi bo'lgan Whitman texnik nomi chiqmagan oddiy shaxs edi. Emerson hayajonlangan holda mundaq deydi: Kim devletimizde büyük şiir eserinin bo'lishi mumkin emas deb kesib ayta oladi. Bizning büyük şairimiz, katta yozuvchimiz ko'z oldinglarda turmamdi. Whitman bu nutqni anglaganda vujudidagi qonlari o'rg'ib ketdi. Shu chaqda jamiyatning har qaysi qatlamdagilarning turmushini tushunishga, her bir odamning sadosini anglashga, o'ziga xos uslubga ega şiir yazışqa bel bağlaydı. 1854-yili Whitman'ның Ot çöp yaprıqı namlıq əseri Amerika və bütkül Avropanı zilzilgi salıdı. O, orğub durğan merdana uslub bilən ənənevi vəzin turaqlarını buzub taşlaydı. Həm də yeni ifadələş usulu arqılıq cəmiyyətnin tüvən qatlamıdaki izil güclərinin güçlük qarşılığını bayan qılıdı. Bu şiirler toplumu başqalarınınki oxşamaydigan uslub bilan yazılgan bolup, kişiler bu toplamның avtori Whitman'ni əslində saqlaşıdı. Ot çöp yaprıqı nəşr qılınğandan keyin ədiblərinin və oqurmanlarının güçlük etiraf qilishig'a muyassar bo'ladi. Ayni chaqda Yiroq Concorddagi Emerson intayin hayajonlangan holda biz kutayotgili uzun bo'lgan shoir oxiri dunyoga keldi deydi. Emersonning kuchab maqtishi va quvvatlishi bilan Whitman'ning Ot çöp yaprıqı bozor tepishga boshlaydi. Kishilar uning yangicha yozish usulini, an'anaviy shaklga o'xshamaydigan erkin shaklini, shundaqla yangi iqimdagi ideyaviy mazmunni paydinpay qabul qiladi. Whitman Ot çöp yaprıqini 1860-yili 3-qatim nashr qilish qaroriga keldi. Bu chaqda Emerson onunla öz təklifini berdi. Emerson Whitman toplamdaki cinsqa ait bir neçə şiirini çıxırıb etiş gerek. Onda qılmağanda toplamның 3-cü qatımlıq nəşri bazar tapalmaslığı mümkün deb qaraydı. Navada aşı şiirlerini çıxırıb etsem o bazarlı kitap bula alamdı deydi Whitman öz fikirde qat'i çın turub. Men degen şiirlerini çıxırıb etsingizlar bazarlı kitap bula alaydı deydi Emerson Whitman'a reddiye berib. Mening ruhim erkindir. Aqidam
her qandaq cheklimiga bo'ysunmasligimga, tevrenmestin öz yolumda menişimga davet kılıdı, deydi Whitman, yanıla karşıdı çın turup. Whitman'ның boşaşmay çın turuşu arkasında 3. qetim besilip tarqıtılgan ot çöp yaprıqı gayet zor muvaffaqiyetga erişidi. Bu eserinin tesiri dünyanın her bir bulun puşqaqlarga digidek yetip barıdı. Etrafımızdaki nurgun yaşlar ve ösmürler, dostlar moda qoğuluşunu yaxşı gördü. Özünün yaxşı gördüğünü başqalarının fikir qarışı, hatta obyektiv paketinin mevcutluq bilen hesaplaşmaydı. Bundaq təqlid qilish, dəl joyidagi təqlid qilish bolsa-mı, o sizning xas güzelligingizni namoyon qilolmaydi. Bu xuddi boshqalarga yarashgan kiyim sizga yarashmagandek bir ish. Ko'pchilik u kiyimni nihoyat chiroyli ekan deb maqtasimi, biroq u baribir boshqalarning uchisidagi kiyimda. Navoda siz qarg'ularcha taqlid qilsangiz, oxirida doğramçılık qiliman deb kulkiga qapti degandek ish bo'ladi. Mundaq bir cümle gapni anglamaganligingizni bilmayman. Taqdiringiz mangu o'zingizning qo'lida bo'ladi. Boshqalar har qancha iqtidorlik bo'lsa-mu, sizning taqdiringizni o'zgartib yozolmaydi. Alayliq, siz ma'lum bir tanlashga duch kelganda, boshqalarning taklif fikri faqatli bir xil maslahat. Ahirki karar qilish huquqi yana o'zingizda. Navoda nihoyat aniq nishoningiz bo'lsa, u chaqda har qanday fitna fasodlarga pisand qilmasdan o'z yo'lingizda mengivering. Boshqalarning fikri har qancha muvofiq bo'lsa-mu, u faqat bir xil maslahat taklifdan iborat xolos. Qisqasi, yosh va o'smir do'stlar, shuni oydinlashtirilishi kerakki, muvaffaqiyat o'zingizning yo'lida menish demektir. Bu dunyoda yo'l nihoyat ko'p, lekin har bir yo'l tüp-düz ve dağdan bo'lmaydi. Biz boshqalarning izidan ilgilishimiz natayin. Biz faqat o'zimizga tava yo'lda mangandila, ondan boshqalarninkiga o'xshamaydigan natijalarga erishalaymiz. Harmatlıqlarning muvaffaqiyat qozonishidagi siri. Emerson bir taraflamali qarash barliq umid mayslarini nobud qiladi degan edi. Maysimizning nobud bo'lib ketishidan saqlanish uchun to'g'ri qarashga ega bo'lishimiz, ishonchga to'lishimiz, o'zimizning yo'lida mengishga jur'at qilishimiz lozim. Amerika Harvard Universitetining psixik taraqqiyot shunosi Howard Gardiner'ning ko'rsatishicha, hozir ko'p sondagi maktablar o'quvchilarning mantiq, aqliy, iqtidor jihatdagi taraqqiyotga ahamiyat berib, o'quvchilarning texnik ko'p tanlashiga sal qaraydi ekan. Bunda qilishning hech qanday ilmiyligi yo'q ekan. Chunki mantiq, aqliy iqtidorni insonlarning barliq aqliy iqtidori deyishga bo'lmaydi ekan. Her bir adam başqalardan farqlanadigan aqliy iqtidorga ega. Alayliq, heykeltıraş bilan binokorning boshliq aqliy iqtidori bir qadar kuchli. Tanrikatchi bilan sahna artistlarining o'rinlash aqliy iqtidori bir qadar kuchli. Yozuvchi bilan mutafakkurlarning o'zi ustida o'ylanish aqliy iqtidori odatdagi odamlardan eshib ketadi ekan. Bundaq chiqilib aytganda, o'quvchilar maktab tarbiyasini qabul qilganda o'z afzalligiga binoan o'ziga mos keladigan ta'lim-tarbiya darslarini tanlash kerak. Ishonch bilan o'z yo'lida mangandila, ondan qiliplashib qolgan ma'arif andisini qutulib chiqib, iqtidorli mashhur kishilardan bo'la olamiz. Harvard Universitetining siniqi Saatiga 15 İngiliz chaqirim mangadigan bir poyuz Los Angeles'ten New York'a qarab yo'lga chiqdi. Saatiga 20 İngiliz chaqirim mangadigan yeni bir poyuz New York'ten Los Angeles qarab yo'lga chiqdi. Saatiga 25 chaqirim surat bilan uchadigan bir qush poyuz bilan o'xshash bir vaqtda Los Angeles'ten yo'lga chiqib, ikki poyuz oraliqidan qarshi tarafga uchsa,
ikki poyuz uchrashqichi bo'lgan vaqtda qush qanchalik yiroqlikqa ucha oladi? Javob: qushning uchish vaqti ikki poyuz yo'lga chiqib uchrashganga qadar ketgan vaqtdir. Şu aldı bilen Los Angeles ve New York'ның aralıqını iki poyuzning tezligiga bölüp etiş ve iki poyuz yolga çıkıp uçturaşqanға kadar ketken vaqtni tepiş gerek. Andın bu vaqtning qushning uçuş tezligini köpeysek, qushning uçuş aralıqıga erişimiz depto qadirli qarindoshlar. Şunda qilib bugungi yine tedbiriyay sin derslerinden 88. dersimizde kolumuzdaki bu seher saat 4:20'deki Harvard degan kitapni birlikte okup ikinci bab işenç tengdaşsız degan babni birlikte öğrenip öttük qadirli qarindoshlar. Qila oladiganligimga ishoniman, asosliq mazmun. Yani her qandaq bir adam özüge işengендila andın muvaffaqiyat qazana olaydı. Özüge işengендila özüge qimmat bera olaydı, qadirli qarindoshlar. Özüңge işenmesen kim mu sana işinidi? Demekçi, qadirli qarindoshlar, taqdir özümüzün qo'lida. Taqdirning özümüzün qo'lida ekanligiga işenmesek, daim taqdirimizni boshqalarga bog'laymiz, boshqalar orqali muvaffaqiyat qozonishga, boshqalarga yulinishga, boshqalarga qo'l bo'lib qilishga sababchi bo'lamiz, jinim do'stlar. Ana bo'lsa bugungi dersimiz mishada tamom bo'ldi. İnşallah kelar soat 89. sin dersimizde 3. bab yüksek qizg'inlik. Qizg'inlik bo'lmasa ilgirilayman deganiniz bekor. Ham xiyal degan babga. Buningda qizg'inlik bo'lmasa dunyo taraqqiy qilmaydi. Qizg'inlik bo'lgandala taqdiringizni o'zgartirish iqtidoringiz bo'ladi. Ishonch qizg'inlikni paydo qiladi, qizg'inlik dunyoni bo'ysundiradi. Qizg'inlik odatga aylanganda tashvish va andishiga o'rin qolmaydi. Qizg'inligimizni markazlashtirib büsüş hasıl kılaylı. Kızgınlığımızda bir işqi sarf kılaylı. Qarğılaç kızgınlık kağı kelmeydi. Degen mezmunlarken inşallah bulanımı belki işki derste bütküzüşümüz mümkün canım dostlarım. Andavası ügünüş, yanıla ügünüş. Biz o toğruluk tedbiriyay radyomuzda şu mezmun aşur radyo programısını çıkarıp koyduk. Onu mu tırnşap bakımda adamınki iş kılıp aktif enerjiye ilgi buludu. Allah'ım neyse bolsa şunun kulluğumuzu birili. Pasif ideya, pasif nesile en ahırı dedik mine. Muvaffaqiyat işenç bilen öz yoluda meniş demektir. Hazır hani bir iş kılmak bir planınız, ömürlük bir planınız bolgan bolsa kulakını şundağlı yüpürüp edip man mısınız? Hak onu deydi, bunu deydi. Ya olmasa sizde hak nime dep kala deydigan bir şirik bolsa kalbinizde hakның ağzı qarab qalsınız, hiç kandak işini vücutga çıkaranmayısınız. Hak nime dep kala emas, Allah nime dep kala. Kılıvatkan işinizden doğruluğu işensiniz. Bismillah deb kılalığalı bolsunuz şu işine. Allah'ınki Kur'an'da diginiga Peygamber Aleyhisselam'ın hayatıda Kur'an'ı sünnet boyunca kıgallıqıga tətü kəlməsə, zid kəlməsəlam şu işini elib, mənin qılıb, mənin qadirli qılışım çoxum qəlbə qılışınız mümkün. Qəlbini sizge biz nime qılanmayımız, vədə qılanmayımız. Fəqatlam yani biz mi? Hiç kim onu vədə qılanmaydı. Fakat biz tirişimiz muvaffaqiyat Allah'tır. Allah çoxum bizni muvaffaqiyatga eriştirdiğinliğine işinimiz canım dostlar. Bu ne? Biz her sahaga yaya alayımız. Bu usullarını, yukarıda aytilgan sözlerini, okulgan kitaplarını
bir anlap bakıp, tinşap bakıp, üzerindeki özleştirsengler, her qandaq sahada bu işleydi canım dostlar. Yine kilip işini kılıdığan başkalar emas, biz özümüz. Çünkü takdir bizning qo'limizda. Ana olsa bugünkü ders bir şey tügedi. Allah'ın özüge emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.